Assalomu alaykum. Mana hozir aqliy iqtidorli telefonimizning mikrofonini kompyuterimizga mikrofon qilib ishlatishni so'rab o'taman. Bundan sabab bo'lsa kompyuterimizning mikrofonining sifati yaxshi bo'lmasligi sababli ishlagan videolarimizning ovoz sifati yaxshi chiqmayotdi. Shuning uchun aqliy iqtidorli telefonimizning mikrofonini kompyuterimizga mikrofon qilib ishlatishni so'rab o'taman. Oldi bilan kompyuterimizga bu detalni qashlab One mic excellent. Bu tabiat ko'rgandan keyin mana tushirish kirimiz. Birinchi qadamda telefonimizga telefon nusxasini tushiramiz. Agar telefonimiz Android bo'lib qolsa, Google Play'dan One mic deb mushasi bilan izlasak bo'ldi. Agar telefonimiz iPhone bo'lib qolsa, bu App Store kirimiz. App Store'dan shu nomda izlab tushirsak bo'ldi. Endi ikkinchi qadamda bu detal ya'ni Microsoft'ning net muhitida yozilganligi uchun bu Microsoft'ning bu net muhitini talab qildi. Buni cho'qim tushirib qolishimiz shart. Agar buni tushirib qolmasak, detalimiz ishlamay qoldi. Uchinchi qadamda bu detalni tushirib qo'yamiz. Buni shuni basaqlam bevosita tushirdi. Boshqa ulanma yo'q. Men tushirib qo'yganim uchun qayta tushirmayman. Mana buni tushirib qashlab qo'ygandan keyin mana bunda mikrofonning surati chiqadi. Icon belgisi shu. Buni qo'shib ochamiz. Qo'shib ochgandan keyin hozir mening telefonim uloqliqa. Mana Wi-Fi bilan ulab ishlatib oldim men. Mikrofon Wi-Fi orqali ulanadi kompyuterga. Mana connection bosgandan keyin mana bu connect degan yurida. Men hozir uloqliqim yurmaydi. Men hozir buni uzasam ovoz yo'qolib ketadi. Shuning uchun uzatmayman. Şu connect'ni bosgandan keyin telefonimizni va shu appni tushiramiz. Yana appni tushirib